O'zi kimga olib borgansizlar birinchi marta? Nerpatologga olib borganmiz. Sampidagi Asmik degan ayolga anaqa u bizga o'sha autizm bolada kech qoldilaring deyishgan bizga. 1,5 yoshda. 1,5 yoshda. deyishgan. Chunki juda orqada qolgan edi o'g'lim. Chaqirsa qaramasdi, kechasi uxlamasdi, chaynashni bilmasdi, yutishni bilmasdi, stol ustida nima tursa yeydigan narsa olib yeyishni bilmasdi, og'ziga solishni bilmasdi. Yo, hozir yaxshi, Allohga shukr. Yo'q, qarang, o'sha paytda bilmas edi. Sizga nima turtki bo'lgan to'shda bolani qaratish kerak, bola bilan nimadir muammo bo'lyapti. Boshqa bolalarga solishtirganman. O'zingiz. Birinchi farzandingiz bo'lgan. Birinchi farzandim. Endi tushunmaganman, bilmaganman. Keyin esa solishtirganman. Boshqa bolalarda o'sha ajalib turibdi, qo'shilmaydi. Anaqa o'yingohlarga borsa o'ynamasdi, faqat bir xil harakat bo'lardi. Xo'p, mana sizda birinchi diagnoz aytishganda bu haqida, diagnoz haqida hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmagansiz. Yo'q, keyin internetdan ko'rganman. Internetdan ko'rganingizdan keyin sizni vahimaga tushirganmi? Ha, tushirgan. Rosa yig'lagan, juda yig'laganman. Endi autizm desa o'sha davosi yo'q deyishganda menga. Keyin nahot bolam shu turishda qolib ketadi deb o'ylaganman birinchi marta. Xo'p, kurashish qanaqa bo'ldi bu diagnoz bilan? Kurashish lechena olib boshladik. Keyin birinchi marta shu internetda Telegramda ko'rib qolganman. Sizda birinchi sizda ko'rganman. Keyin niyat qilganman shu yerga kelishdi. Keyin shu 2 yoshda to'lganda shu yerga olib kelganman. Keyin o'sha 1 oy ichida rezultatlar bo'la boshladi. Keyin ozroq ma'lum bir sabab, oyog'i kuyib qolgani sabab kela olmay qoldik. Keyin to'xtatib qo'ydik. Mana shu ko'pchilik rezultat deganda ota-onalar sabr qila olmaydi, kuta olmaydi. Kutish kerak. Ya'ni 1 oy, 2 oy deb o'ylashadi. Xuddi bolaga kurs lecheniya ketyapti. Bola bitta kurs lecheniyadan keyin 100% sog'lom bola qatorida bo'lib ketadi degan hislari bor. To'g'rimi? Sizga ham bu bilim bo'lgan. Bu bilimni olishga nima turtki bo'lgan? Yo o'zingiz izlanganmisiz? Ko'rganman, izlanganman. YouTube'lardan, Telegram nimalardan, internetdan ko'rganman. Qanaqa shug'ullanish kerak bola bilan. Asosiy ish nimada ekan deb o'ylaysiz? Shu muloqot ko'proq, televizor qo'yib bermaslik, telefon. Anaqa bolaga e'tibor berish kerak ekan. Shuni tushunib yetdim. Xo'p, qarang, mana bola bilan diagnoz qo'yildi bolaga. Bola bilan korreksion ishlardan tashqari medikamentozni ham boshladinglar shug'ullanishni, to'g'rimi? Lecheniya bilan birga. O'zingizlar oilaviy sharoitda shu diagnoz bilan kurashish, psixologik kurashish qanaqa bo'ldi? Endi qabul qilish qiyin bo'ldi. U bilan bolam bilan bir joyda o'tirish ham qiyin. Giperaktiv silishgan. Giperaktiv, isterikasi ko'p edi juda. Masalan, bir xil erkak kishilar bolani isterikasini, giperaktivligini, gapga quloq solmaslik deb yo'yishadi. Shu paytda ko'proq bolani urisharmidilar yoki siznimi? Meni qaramagan sal. Qaramagan saldiba. Diagnoz qo'yilganda ham asosan sizga hamma tashlab otildimi? Ha, menga asosan. Qaramagansan, televizor qo'yib bergansan. Tarbiya bermagansan degan masala bo'ldi. Xo'p, keyinchalik xo'jayiningiz shu narsani tushundilarmi? Ha, tushundilar. Hozir fikr xayollari shu bolani nima qilish, maktab yoshigacha yetkazish, sog'lom bolalarga qo'shish maqsadimiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bunga nima sabab bo'ldi degan narsalar ichingizdan, ko'nglingizdan o'tganmi? Shu bolaga e'tibor bermaslik. Yo'q, perinatal davrda yoki postnatal davrda. Perinatal davr homiladorlikgacha bo'lgan davr. Homiladorlik davri. Homiladorlik yaxshi o'tganda, anaqa erta tug'ilish bo'lgan bolamda. Anaqa nerpatologim aytgan, kichkina ves bo'lgan, sariqligi ko'p turgan bolada, sariqligi ko'p turgan. Keyin esa qisilib tug'ilishi bo'lgan bolaning miyasida kislorod yetishmovchilik bo'lgan. Keyin o'shanaqa emlash olib yuraverganmiz. Emlash olganmiz. Oxirida akades kuchlilarni olgandan keyin bola birdan orqaga ketib qoldi. Ungacha sog'lom bo'lgan. Rivojlanishi ham misol uchun oylikka to'g'ri keladi, rivojlanishlari ham to'g'ri bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Shu 1 yoshida eslayman, emlash oldik, o'sha asta-asta orqaga keta boshladi. Ketma-ket emlash oldik, orqaga ketdi bola.
keyin chaqirsa qaramay qo'ydi. Ungacha yaxshi bo'lgan. Chaqirsangiz oldin qarardi. Qarardi, gapirardi, tushunardi. Tushunarli. Xo'p, bolamizning tushunchalari hozir kundan kunga qanaqa bo'lyapti? O'zgaryapti. Ustozlariga rahmat, Kamol opamga. Ke desak keladi, tegabat desak tegamaydi. O'yinchoqlarni solishtir desa solishni o'rgangan. Yana. Anaqa buyruqlarni tushunish boshladimi? Tushunyapti. Bir kontekstdagi buyruqlarni tushunyapti. Bor. Xo'p, undan keyin predmet ajratishlarni bilyaptimi bolangiz? Endi o'rganyapti. Endi sekin-sekin o'rganyapti. Tushunarli. Reaksiyalari qanaqa? Reaksiyalari o'sha o'yingohlarga borsa o'ynaydi. Do'konlarga kirsa oldin ko'rardi. Shu yeydigan narsani ajrata olmasdi. Hozir olib ber deb yig'laydi. Do'kon qaysi tarafda, nima olish kerak, hammasini biladi. So'rash ko'nikmalari shakllanganmi? Endi. Yo'q, lekin sizni qo'lingizda olib boribmi? Qo'limda olib borib. Yoki o'zi mustaqilmi yoki ishora qilibmi? Yo'q, suv ichgisi kelsa, oshxonadan borib, o'zi suv qo'yib icha oladi. Oldin faqat butilkada ichardi. Xo'p, tualetni nauki qanaqa? Yo'q, endi ularga. Tushunarli. Kelganingizga 3 oyga yaqin bo'ldi. 3 oy ichida yaxshi natijalar oldingizmi bizning markazimizda? Ota-onalarga nimalarni tavsiya berasiz? Qanaqa xatolarga o'zingiz yo'l qo'ygansiz va ota-onalarimiz mana hozir ko'rayotgan mana shu aynan sizni periodingizdan o'tayotgan ota-onalarga nima tavsiya berasiz va nima xatolarni qilmasligini aytib qo'ygan bo'lardingiz? Bolalarga vaqtida e'tibor berishni, sog'lig'iga, harakatida ham gap ko'p ekan. Misol uchun bola qanaqadir injiqlik qilsa ham baribir psixologik, nevrologik bir narsa bo'lar ekanda. Men o'g'limda sezganman, o'shanaqa tirishish bo'lganda, neyrosh qilsa tirishib yig'laydigan bo'lgan. Neyropatolog aytganda gapiga kirmay emlash olganman. Aybim ham bor. Shu televizor qo'yib bermaslik kerak ekan. Telefon, bola bilan ko'proq muloqot qilib, ko'chalarga aylantirib, nima qilib, bolalar bilan qo'shib. Oilaviy muhitchi. Oilaviy muhit. Nima deb o'ylaysiz? Katta rol o'ynaydimi? Ayniqsa autizm diagnozidagi bolalar uchun. Albatta. Hamma to'g'ri qabul qilish kerak unaqa bolalarni. Qabul qilish kerak, xo'p, lekin qabul qilgungacha ham katta kurash bo'ladi-ku, to'g'rimi? Er-xotin o'rtasida, buvi-do'dalar o'rtasida katta kurash bo'ladi. Boshida hech qaysi ishonishmagan, sog'lom deyishgan. Keyin yo'q, men shunaqa boshqacha solishtiryapman. Nima qilaylik? Yo'q, o'zi bola bir xil bolalar kech gapiradi degan gap borda o'zimizda. U noto'g'ri ekan. Bolani tan olish, diagnozini tan olish qay darajada muhim deb o'ylaysiz? Tan olmaslikning iloji yo'q. Bir xilda tan olmaydi. Bilasizmi, vaqt o'tkazadi. Vaqti kelsa bolasi 15 yoshdan bo'lganda ham yo'q, bolam meni yaxshi deyishadi. Tan olish qay darajada muhim? Tan olish kerak. Chunki ko'rdim men lecheniya olgan paytlarim 14-15 yoshli bola ham xuddi 2 yoshli boladek gapiryapti-da. Bola katta bo'lgan sari yanada ham xunukroq va yanada ham muammoliroq bo'lishni boshlaydi, ota-onani qiynashni boshlaydi. Nafaqat ota-onani, bolani o'zi ham qiynaladi. Shuning uchun tan olish birinchi o'rinda deb aytgan bo'lardim. Tan olishgacha bo'lgan jarayonlar bor, to'g'ri. Birinchi isyon bo'ladi, nimaga meni farzandim yo'q, unaqa emas. Keyingi etap qaysi gunohim uchun bo'ldi? Keyingi bosqichlarimiz bor. Kurashaman bo'ldi degan bosqichlar bor. Ana keyin bo'lsa ota-ona bu kurashish emas, bu korreksiya qilish, vaqt o'tgan sari bola yaxshilanib borishi ekanligi, xulqning yaxshilanib borishi ekanligini tushungandan keyin ota-ona tan oladi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, hozir bolangizni agarda u sizni yaxshilab eshitayotgan bo'lganda, u sizni har bir gapingizni tushunayotgan bo'lganda, siz bilan yarim soat bemalol onajon gaplashaman deganda, unga nimalarni aytgan bo'lardingiz hozir aynan shu 3 yoshar yoshida? Yaxshi ko'rishimni aytardim. Yana aytavering, farzandingizga nima tilaklarni bildirgan bo'lardingiz? Hamma gaplaringizni tushunganda.
aytgan narsasini qilardim. Aytgan joy, olib bor degan joyga olib borardim. Chunki bizani bolajonlarimizni bola bo'lib o'ynashni ham bilmaydi. Parkka olib borgin yoki mana shu narsani xohlayman, mana shu narsani olib kelgim kelyapti. Mana shu bu jonimni sog'indim, oldinligiga olib borgin degan hislari ham to'liq bo'lmaydi va bu hissiyotlarini ham bolalar ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun ota-onalar juda ham bu narsani uzoq vaqt kutishadi-da. Aynan shuni so'rasin, sog'insin, etsin, xohishlarini ifoda etsin. Ayni damda unga nima qiziq? Ota-onaga kerak bo'lgan narsalarni ota-ona beraman deganda bera olmaydi. Chunki bola ayta olmaydi. Lekin qaysi ota-onalar noliydi. To'g'rimi? Bolam ko'p narsa so'rab yording, masalan, diagnozsiz boladan. Ko'p narsa so'rab yording, yana narsa so'rading, yana seni bu yerga olib boramanmi degan nolishlar bo'ladi. Yo'q, shukur qilish kerak ekan. Chunki o'sha gapiga ham zo'r bo'ladigan zo'rda ko'proq ota-onalar shu so'zchi. Shu gapirishiga zo'rlar bor. Gapirishiga zo'rlar bor. Farzandini tashlab ketayotganlar qancha. Farzandi soppa sog'lom bo'lganda kechib ketayotganlar qancha, to'g'rimi? Lekin sizdagi onalar kam. Boladagi diagnozni bilib turib, bola bilan birgalikda, bola o'zi bilan o'zi nima bo'layotganini bilmaydi, lekin bolani o'rniga siz kurashyapsiz hozir. Ya'ni ijtimoiy hayotga qaytarish o'zi emas. Har bitta ota-onaning katta mehnati kuchi bor. Siz sog'lom farzandingizdan kechayotganingizda yoki sog'lom farzandingizda tashlab ketayotganingizda yoki sog'lom farzandingizni esingizdan chiqarib qo'yayotganingizda diagnozli bolalarning nutqini chiqarish uchun, diagnozli bolalarni tushunsin deb u bilan nina bilan quduq qazigandek natijaga erishib chiqarish uchun ota-onalar qancha harakat qilyapti. Endi nimalar degan bo'lardingiz? Sog'lom onalarga masalan farzandi bilan qo'polliklarini ko'ramiz, to'g'rimi? Ko'p gapirsa chakagan o'chsin deganlarni ko'ramiz, to'g'rimi? O'shalarga nimalarni aytgan bo'lardingiz? O'zingiz mana diagnozli farzandning onasi sifatida. Hamma narsani o'z nimasi qadri bor ekan. Misol uchun ona shu aya deb chaqirishini o'zi bir baxt ekan. Ayajon deb yaxshi ko'raman deyishini o'zi baxt. Urish kerak emas bolani. Urgani foydasi yo'q. Bunday ko'nglini bemehr qilib qo'yish mumkin, lekin foydasi yo'q. To'g'ri tushuntirib, bolani urmasdan, to'g'ri tushuntirib tarbiya qilsa ham bo'ladi. Chunki vaqtida bizning ota-onalarimiz ham urishmay katta qilishgan. Ilohim natijalar bardavom bo'lsin. Bundan-da go'zal natijalarimiz bo'lsin. Logo bilim oxirigacha sizni ishonchingizni oqlab bersin. Biz shunaqa bolalarni hayotiga quvonch olib kirib yuraylik. Allohim bizga ko'p ilmlarni bersin. Hamma oilada diagnozli farzandi bo'lgan oilani uyiga xursandchilik olib kirish, nutqini chiqarish, ular xursand bo'lishi, duo qilishiniga sababchi bo'laylik. Anaqa o'g'lim kelganda hech narsani tushunmasdi, chaqirsa qaramasdi. Keyin chaynashni bilmasdi, suvni ham butilkada ichardi. Umuman tushunmasdi, tegma degan gapni tushunmasdi. Hozir chaynaydi, o'zi yeya oladi, o'zi olib shu misol uchun muzlatgichni ochib nima yegisi kelsa olib ber deya oladi. Bunaqa hozir ancha yaxshi, Allohga shukr. Kamol opamlarga alohida rahmat. Ancha yaxshi, giperaktivlari ham ancha bosilgan, tushunadi. Kel desak keladi, tegma desak tegmaydi, chaqirsak qaraydi. Mashg'ulotga kelganingizni samarasi qay darajada? O'zingizga yengillik berdimi? Ha, yengillik berdi. Oldin ko'chaga chiqsak, bir joyda turmasdi. Ketdik deyaveradi. Hozir avtobuslarda ham kutib o'tira oladi. Peshobxonalarda ham oldinlari qizil bo'lib qolsa ham yuraman deb yig'lardi. Hozir yo'q, kutib o'tiradi. Yaxshi, juda ham zo'r. Farzandingizni vaqtida qaratsangiz, o'zingizga ham yengillik bo'ladi, farzandingiz ham bizning jamiyatda yashashi osonroq bo'ladi.
Rahmat sizga. Rahmat Podkastimizga rozi bo'lganingiz uchun. Bizning logo bilim markazimizda aynan ZPR, autizm va undan tashqari sensor dezintegratsiyasi buzilgan bolalarimiz, aqliy va nutqiy orqada qolayotgan DTSP va undan tashqari dislalik, dizatriya, rinalaliya, tug'ma tanglar yoriqligi bo'lgan bolalarimiz va ko'p bolalarimizda ayniqsa hozirgi kunda ko'p kuzatilayotgan dispraksik bolalarimiz, ya'ni muvozanatida kamchiligi bo'lgan va muvozanatida kamchiligi bo'lib turib, nutqida muammosi bo'layotgan bolalarimiz, Down sindromidagi bolalarimiz, birlamchi va ikkilamchi bo'lib qo'shilib kelayotgan diagnozdagi bolalar bilan korreksion ishlarini tabiiy ravishda olib boramiz, ya'ni ta'lim beramiz, o'qitamiz, jamiyatga moslashtiramiz va ularning oilasiga chiroyli xursandchilikni beramiz. Aynan logo bilim markazi pedagoglari, oliy ma'lumotli mutaxassislar sizni farzandingizga yordam berishga tayyor. Agarda sizni farzandingizda nutqida yoki aqlida umumiy qilib aytganda muammo bo'ladigan bo'lsa, vohliroq farzandingizni aynan bizning markazimizga olib kelsangiz, yana ham chiroyli natijalarni qilib beramiz.